Tadbirkorlar diqqatiga qandoq qilib bojxona sizlarni boshqa davlatdan kelayotganinglarda bu narsa mumkin emas narsani olib kirayotganinglarni bilishini ko'rsatib beramiz. Tanishinglar Elyor aka, shu Target boshqarmasining boshliqlari. Elyor aka, qisqa tushuntirib berasiz. Mana qizil uchib kelayotgan samolyotda real time bularni ko'rib turasizlar va hammasi bu yerda shubhasi bor, shu passajirlar bor samolyotda hisoblanadi, to'g'rimi? Misol uchun bittasini ochaylik. Mana misol uchun Istanbul-Toshkent reysi 2 soatdan keyin uchib keladi. 2 soatdan keyin uchib keladi. Ichida 252 ta passajir bor va undan 11 tasi bizda shubha tug'diradi. Bitta ochib ko'raylik buni. Ya'ni bu tijorat reysi. Xuddi shunday. Bu yerda ko'rsatib beradi. Kim misol uchun tovar olib kelishi mumkin yoki kimni qo'shimcha tekshirish kerak. Mana shu hamma familiya ismini bu yerda chiqadi va shuni tizim bojxonada qo'shimcha tekshirishadi. Ya'ni oldindan bilasizlar kimni tekshirishi. Albatta. Oldindan bilib turib, mana bu xalqaro tajriba. Bugungi kunda barcha katta aeroportlar shu tajriba asosida ishlaydi va bizda xavfni boshqarish tizimi fuqarolarni o'zi nazoratga yo'naltirib beradi. Eng qizig'i do'stlar, polностью kameralardan ham aniqlashar ekan, mana shu chiqqan familiyalar, rasmlari уже bor. U yerda kameralar hammasini ko'rsatib turadi. Ularni topib, ma'lumotni o'sha bojxona xodimiga berishadi va bojxona xodimi sizni kutib olib, qo'shimcha tekshirib, boj bo'lsa boj qo'yadi. To'g'rimi? Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, uzoqda fikrlarni yozaveringlar. Rahmat.